kommentariyalarga, negativlarga qanaqa javob berasiz? Kommentlarga negativ yozsa, men qaramayman, o'tkazib yuboraman, yaxshilarga javob beraman faqat. Oldin yig'lab o'tirardim, kimdir yomon narsa yozsa, rosa stressga tushib qolardim. Hozir o'rganib ketganman ancha. Oxirgi yomon stressga tushganim mana bu bayroq temasi bo'ldi. Bayroqli yubka kiyib chiqqanimda hamma gapirdi. O'zim uchun xafa bo'lmadim, shu ota-onam, opa-uqalarim xafa bo'lishdi. Shuning uchun ular noto'g'ri tushunishdi ozgina. Siz bayroqdan kiyim tiktirib, shtraf ham to'ladingiz, a? Ha, 400 ming so'm shtraf to'ladim. Bayroq ranglaridagi kiyim uchun. Haqiqiy to'liq bayroq emas-ku sababi. Lekin yaxshilikka bo'lgan ekan mana shu narsa. Shuning uchun doim ishonaman-da, shu nima yomon yaxshi bo'lsa, oxirida baribir yaxshilikka yetib kelar ekan-da. Qancha stress bo'ldim, yig'ladim, lekin yaxshilikka ekan. 2 oydan keyin o'zini natijalarini sekin-sekin ko'rsatishni boshladi shu narsa. Aha, demak siz hamma narsadan o'zingizga yaxshi xulosa chiqarib o'rgangansiz. Bu kiyimni kiyganingizdan afsuslanmadingizmi? Afsuslanish ham qanaqa? Yo'q, menimcha afsuslanmadim. Endi keyingi safar mabodo kiyib chiqish kerak bo'lsa, xuddi prezidentlarimizni yonida kiyib chiqqan kiyimlarni tayyorlab kiyib chiqamiz. Unda bilmayman nima deyishadi xalqimiz, o'sha bizga dushmanlik qilgan odamlar. Unda ko'ramiz nima deyishadi. Yana men sizda ko'p nimasi ko'rganman, siz aytasiz, ko'pchilik modellarda sizga nisbatan negativ fikrlar bor. Ya'ni bu model emas, professional emas degan men izohlarni ko'p ko'rganman. Bu fikrga qanaqa qaraysiz va o'zingizga ularni raqobatdosh hisoblaysizmi? To'g'ri, men professional podium modeli emasman va meni soham, sohamiz yo'nalish bo'ladi har bitta sohada. Ozgina boshqacharoq, ya'ni meniki go'zallik tanlovlarida qatnashish va hech qachon podiumlarga chiqaman deb yugurmaganman ham, o'zimni unaqa modelman deb aytmaganman ham hech qayerda. Men shunchaki bizning davlatimizni namoyish qilib bir necha xalqaro tanlovlarda qatnashib yuraman. Oxirgi qatnashganim shu yer go'zali bo'ldi dunyo bo'yicha. 100 ta davlatdan kelishdi qizlar. U qizlarning gaplarini men to'g'risi birinchi marta sizdan eshitishim. Nimadir Reelslarda ko'rganmiz, endi biz ham to'qib chiqarmayapmiz, Reelslarda ko'rganimizdan so'raymiz. Menga bir ikkita shashadi, lekin aynan meni gapirishganini bilmayman, shuning uchun men o'zimga olmayman unaqa gaplarni. Ahamiyat bermaysiz. Yo'q. Молодец. Xo'p, krevetkalarimizni solamiz va biroz qaynatamiz. Hammasini sovarasiz? Yo'q. Tabga ko'ra, masalan, 2 ta krevetka, 3 ta krevetka, nechta krevetka yeyishingizga qarab turib, bu hozir necha kishilik suv bo'lyapti? 2 kishilik mo'ljal qilib qo'yamiz. Pastadan ham 1,5 osh qoshiq soldik, krevetkadan ham taxminan 4 ta 5 ta solamiz. Biz sizni Instagram sahifangizda juda ham estetikani sevuvchi, juda ham bir milashka prinsessa deb bilamiz. Hayotda ham xuddi shunaqa misiz va sizni qaysi holatlarda aynan jahlingizni chiqarsa bo'ladi? Hozir ozgina gaplashdik, syomka boshlanguncha qanaqa deb o'ylaysiz o'zingiz? Menimcha shunaqa, lekin shunaqa deganim bilan ko'pchilik tashqariga chiqqanda o'ziga mos yasagan deyishadi. Qanaqa qilib yasash mumkin, men bilmayman shu narsa. Lekin yasalgan qizlar men bilaman-da, o'zim ham ko'raman, prям bilinib turadi-da. O'zicha bunaqa qilib gapirishadi-ku, prям bilinib turadi. Yasavyaptimi yoki haqiqiy xarakter shunaqa. Menimcha odam bemalol ajratsa bo'ladi. Demak, kichkinaligingizdan siz shunaqa prinsessa bo'lib katta bo'lgansiz. Shunaqaroq. Oilangizda juda ham erkatoy qizmisiz shunda? Ha, Xudoga shukr, rosa ham erkalatishgan yoshligimdan. Lekin tarbiyani ham mana chegaralarni qo'yishganda, erkalatib ham boshga chiqarib olishmagan deyishadi-ku. Shunaqa o'rta me'yorda bo'lgan hammamiz. Keling biroz oilangiz to'g'risida gaplashsak. Oila a'zolaringiz, o'sha ta'lim tarbiya, kelib chiqishingiz, baribir ko'pchilik, masalan, shaxsan o'zim ham yilingizni aniq bilmayman. Shuning uchun menimcha ko'pchilikga qiziq bo'ladi. 2004-yilda Farg'onada tug'ilganman. Oddiy bog'chaga borganman, oddiy maktabga borganman, 9-sinfgacha o'qidim va san'at kollejiga topshirganman. Maktab payti oyim musiqa maktabga olib borardilar, hamma to'garaklarga yozdirib tashlagandilar meni. Risovание, raqs, teatralniy, o'sha vokal, pianino hammasiga borardim, ingliz tiliga.
va hamma tarafdan rivojlanishga harakat qilganlar rivojlantirishga. Bu uchun juda ham katta rahmat aytaman. Ota-onani baribir hissasi katta bo'lar ekan, sababi hozir masalan qiynalmayman, rus tilida, ingliz tilida bemalol chet ellik hamkorlar bilan ishlashimiz mumkin. Va aytaman-da, ayo, agar siz menga o'sha payt o'rgandim demangiz, men o'rganmasdim shu narsani. Rahmat deb takrorlayveraman-da. Jumamcha qizligi, yoshligidan ota-onasi juda ham e'tiborli bo'lishi kerak. Demak, onangizga yaqin bir munosabatda juda ham do'stona katta bo'lgansiz. Agar shu qizchangiz siz kabi modellik sohasini tanlasa, Yo'q. Yo'q. Nega? Men hozirda aytaman, yo'q, meni qizim eslikkina, jimgina, hech kimga ko'rinmasdan yuradi. shunda modellar essiz bo'ladimi? Nima desam bo'ladi? 90% ha, essiz bo'lar ekan. Shuning uchun ham meni esi yo'q deb o'ylashadi model, aktrisalarni. Chunki 90% mana shu sohaning ichida bo'lib his qilyapman, naqadar qizlar tez buzilib ketishi mumkin bu sohada. O'zingiz yaxshi gap boshlab qoldingiz. Aynan shu modellarga bo'ladigan nojo'ya takliflar sizga ham bo'lganmi shunaqasi? Boshqa intervyularimda aytib berganman bularni, menimcha Men ko'rmaganman bu intervyularingizni. Auditoriyaga tomoshabinlar menimcha bilsa kerak bo'ladi. Nafaqat modellikka, hamma sohadagi qizlarga bo'ladi, lekin modellikka ko'proq bo'ladi. Ularni qanaqa qilib o'zini joyiga tushirib qo'ygansiz? Siz eslash xohlamayman. Bu haqida filmlar ham olganmiz. YouTube tarmoqlarida topsangiz bo'ladi bemalol. Hozirgi kunda demak unaqa takliflar yo'q sizga. Yo'q. Oxiri bilan yopib qo'ygansiz hammani og'zini. Zo'r. Endi oxirida supimizni tayyor bo'lishiga yaqin bizada kokosli slivki, ya'ni kokos suti va quyuqroq bo'lgani uchun slivkiga ham tortadi. Bundan ozgina qo'shamiz. Men rosa yaxshi ko'raman shu sutni. Supimiz tayyor bo'lishiga yaqin tayyor kinza, ya'ni o'zimizning kashnich, yaxshi ko'rasizmi kashnichni? Judayam. Hidlarini chiqarib, to'g'rab tayyorlab olamiz. Orasida bitta limonni anaqa qilamiz, yarimtasini, bitta emas, yarimini suvini siqib, sho'rvaga qo'shib yuboramiz. Endi porsiya ko'proq bo'lsa, ko'proq qo'shsa bo'ladi. Nima ozginaroq olaman suvni. Bu sho'rvamizning rangini tiniq, nasishini chiqishini ta'minlab beradi. Ko'chalar yonar, chiroqlar yoniq, sen bilan hamma narsa zo'r, hammasi yorqin. Qadamlar tez, yuraklar urar, bugun kecha bizni hech kim to'xtatolmas. Qo'lingni ber, ketamiz uzoq. Ovqatlarimiz tayyor bo'ldi. Tomyamimizni hozir Shahrizoda ichib ko'rib baho beradilar. Tuzlari. Endi men ko'rmadim, shuning uchun Zo'r. Achchig'i ham joyida deysiz, slishkom achchiq emas, o'rtacha emas, dahshat. Mazali, lekin qo'ziqorinlarni yeyolmayman. Supni ichib qo'yish mumkin. Shahrizoda, sizdan bitta narsani so'rayman deb esimdan chiqay debdi. Modellar ko'pincha dietada yurishadi. Ya'ni modellar o'zi shu barmog'imni, jinjilog'ini yarmichalik bo'lib yurishadi. Shunaqa ozg'in yurishingiz sababi nima? Menimcha ko'p ayollarga bu juda ham foydali va qiziqarli bo'ladi. Men ko'p modellarni eshitaman, faqat suvga o'tiradi, faqat bodringga o'tiradi. Sizda shunaqa bir chiqish oldi bo'ladimi pokazlarga? Yo'q, menda faqat genimizga bog'liq deb o'ylayman. Chunki hamma bizda ozg'in. Ammamni ko'rsangiz, mendan ham ozg'inda, bellari ham, o'zlari ham. Bo'ylari past, hamma kichkina jussali, ozg'in genimizda hamma shunaqa. Shuning uchun menga ham menimcha ta'sir qilmaydi. Chunki yarim kecha soat 2 da ham burgerlarni yeb uxlashim mumkin, oshlarni yeyman, xohlaganimcha ovqatlanaman, lekin hech qanaqasiga ta'sir qilmaydi figuramga. Zo'r-ku. Naborot ozib ketyapman, yana ham. Sahna intervyat oshgan yaqinda. Shu sababli ozib ketdim ozgina.
Demak, sahranli diabet nimasi bor sizda? Ozgina oshxo'ra. Supimiz yoqdi degan umiddamiz. Judayam rahmat. Ko'rsatuvimiz yakuniga yetay deb qoldi. Menimcha suhbatimiz juda ham chiroyli, ovqatimiz kabi mazali bo'ldi. Sizni oshxonamda ko'rib turgandan juda ham xursandman va ko'rsatuv ijodkorlari hamda muxlislar uchun tilaklaringiz bo'lsa aytib o'tishingizni so'rab qolamiz. Rahmat kattakon taklif uchun, hurmat qilib, vaqt ajratib. Hamma obunachilarga faqatgina yaxshilik va baxt tilayman. Shunaqa xohlayman, чтобы hamma odam prям baxtli bo'lib yashasin umrini oxirigacha, xotirjamlikda va kulib, maza hayotni his qilib yashasa, tilab qolaman shuni. Rahmat yeganingiz uchun. Rahmat sizga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha. Xayr. Ciao.